Qadirlik dostlar, bu son programmamızda Jongo Aşbazlik Peshvasi Şinjan Kasbiy Universitetining takliflik professori Yunus Hamdulla muallim tayyorlagan o'zgacha taomlarning tayyorlanish usuli yana davomli huzuringlarda bo'ldi. Hamsa bu son programmamızda Yunus muallim bizga qanday tamoq etishni aytib qo'ydi. Bugungi ko'rman do'stlarga o'tib qo'ymoqchi bo'layotgan tamoqimiz Yakan xalqining yerlik taomlaridan birisi bo'lgan sho'xli cho'p. Sho'xli cho'p. Yakan xalqi sho'xli cho'pni faqat sho'xlini asos qilgan holda ishlab chiqardi ekan. Ammo men buning rangdorligini oshirish uchun buni bir nechta tuxum, palaklarni tayyorladim. Bunda qilgan vaqtida rangdorligi kishilarniki ozuqlanish ishtahasini qo'zg'ash roli bor. Ha, bo'ldi. Hamsa bu sho'xli cho'pga turgan materiallardan bir materiallarimiz oq un, sho'xla, boshpiyoz, tuxum, palak qatorliqlardan iborat. Tetqilab faqat tuz, unga boshqa tetqishlatmaymiz. Bo'ldi, hamsa ma'lum tamoq etishni boshlayotgandik. Bo'ldi. Biz oldi bilan ximirini yuvib tayyorlaymiz. Bu ximirga soldigan tuzning miqdori odatdagi Peter ximir yoki yayim cho'pniki ximir miqdori o'xshashtirilish bo'ldi. O'xshash bo'lamda? Buningga yana bir tal tuxumning iqini chiqib qo'ysak, ximir chiqadi, ha? Elastikligini oshiradi. Serqini qo'shmaymiz-a? Serqini qo'shsakmi bo'ladi, ammo ximirniki rangi sag'oq chiqib qoladi, ha? Qoldi. So'g'oq suvmi? So'g'oq suv. Ximirning chiң bo'shlig'i qanday bo'ldi jug'agan vaqtimizda? Ximirning chiң bo'shlig'i odatdagi yaymi cho'pniki ximirdek bo'lsa bo'ladi. Uyg'urlarning ximiriniki bo'lsa-lamda. Ha. Ekran oldidagi do'stlar, programmamizga ishlatgan bu unni Şinjan Poskam Aq Yulduz un zavodi alayida ta'minlagan Şinjan Poskam Aq Yulduz un zavodi ishlab chiqargan Aq Yulduz markali bu unga hech qanday kuchaytgich, ko'ptirgich, oqartqich deganda ximiylik tarkiblar qo'shilmagan tabiiy yeshil yemeklik bo'lg'achqa bu unda ximir jug'aganda tuzni chiqarib silishimiz kerak. Ma'lum, shu hozir siz men Uyg'urning ximirdek jug'urimiz dedingiz-ku, un tuxumning iqini qo'shib, shu lag'manlarning ximirini jug'agan vaqtidami shuni tuxum qasaq bo'ladimi bu menda? Ba'zi ustalar shu lag'man ximirga tuxumning iqini chaqsa, ximirning o'zlikda o'ziz kuchini kuchaytirib ximirni bo'pmi yoz kunlari havo issiq vaqtlarda ximirning oson erib ketmasligini oldin oldi cho'p tirik chiqadi. Lekin cho'qim tuxumning iqini solimizga seriqini solib qo'ysa, ximir sag'ush chiqib qoldi-ga, suzuk chiqmaydi. Suzukligiga ta'sir etadi. Ammo bo'lmaydi deganlik emas. Ximir yug'urilib bo'ldi-ya, ma'lum. Ximir yug'urilib bo'ldi. Endi buni birdan tindirib, qayta ishlab bundan keyin yaysak bo'ldi. Qanchalik vaqt tindiramiz? 5 minut atrofida tindirib. 5 minut. Bundan keyin qayta ishlab, yana birdan tindirib, bundan keyin yeyishga taraddud qilsak bo'ldi. Çay atıdık qutluk günni, toy tökünni bezmelerni. Çay tutup hem elib aldık, rencitsek ger kömüllerni. Çayxanada mullaqqat bop, dili yuruk danışlarga yadikar qıp elib aldık, esil axlaq ögütlerni. Yadikar yürüşlük çayları. Dehqonning qorni ko'ksida kangir ketgan etizda mehr va mehnatga qinib pishgan bug'doylarim. Sen bilan subaydim burun didorlashqim keladi. O'zimni yerda emas, saman yo'li des qilyapman. Xamanda don emas, halol ajrimdan chaqnagan nurliq yulduzlarni so'rayapman. Seningdan ne'mat olimiga to'kilgan saodat cho'lisi mening murodimga yetkazdi. Ey bug'doylarim, sen Zarabshan bo'ylarida o'sib yetilib, aqida tugmanlarda oppoq qarga, nurliq yulduzga o'xshash tortilib chiqding. Shuni seni oq yulduz deb atadim. Sap oltinga pardoz yarashmagandek, sanama oqartqush, kuchaytgush, ko'ptirgishlar yarashmaydi. Oq yulduz yurishlik unlari. Olim 5 minutmi to'shdiq deyman, yana bir ishlaytamdik, ximirga. Bir ishlab ximir qayta tingicha
to'g'rash tayyorligimizni qilsak bo'ldi. Endi yana bir 5 minut tinlasa, endi biz mana ko'ktatlarni to'g'ralamiz. Ko'ktatlarimizni to'g'rab tayyor qilamiz. Biz oldindan qozon suv qo'yib, sho'xlaniki postini so'yib etamiz. Qaynoq suvmi, quyug'ingiz? Qaynoq suv. Sho'xlaniki posti bir qadar qilinmag'achqa oson hazm bo'lmaydi. Ba'zi kishilarniki oshqozonga ziyon qilishi mumkin. Shuning uchun biz postini elib olsak, tomoqning sifati kafolatli qilindi. Hem oson hazm bo'ldi. Oson hazm bo'ldi. Qaynayotgan suvga solamiz. Qaynayotgan suvga sho'xlani solamiz. Shu chog'da sho'xlaning posti so'yildi. Oson so'yildi. Ta'miga ta'sir etmamda? Ta'sir etmaydi. Baydedik buniki posti adını ziyade qilinmag'achqa ta'sir etmaydi. Qanchalik vaqt tug'izimiz qozonda? 1 minut atrof turg'izsak bo'ldi. Yerildi ya posti ya? Posti yerildi. Posti yerilganda leyib olamdi. Endi ilib bunu postini so'yib iste'mol qilishga oson bo'ldi. Qiziqki. Bu bir ilmiy usul. Nurg'un kishilar sho'xning postini hazm qilolmaydi, lekin shuningdan qutulishning amalini bilimiz kerak. Endi to'g'ramdi. Endi bunu to'g'raymiz. Palaka? Palak ızıq. Aşağı doğrasak cihyaga ko'rinsa ko'rkam ranglar chiqamdikin dedim. Endi xamirimiz tingicha sho'xli cho'pninki sho'xlisini qo'rib tayyor qo'yamiz. Qanchalik tuxum solamiz buningga? Miqdori qanchalik bo'ladi, qanchalik unga, qanchalik materialga, qanchalik tuxum degandek. Buningga o'zimizning ahvoliga qarab bir 2 tal solsak bo'ladi. Uni muqim o'lchimi yo'qmi? Yo'q. Endi bo'lsa solsak bo'ldi, bo'lmasa hatta samsak bo'ldi. Buningga qo'rishdan avval ozroq tuzlab qo'yamiz. Endi o'choq o'ti qilib men chalamdiq, men chalayman. Oldilar. Mayni qo'yib qizitamiz. Mayim jiq ketmaydi ekan-a? May jiq qo'ysak jiq ketadi. Ammo bu tomoqninki tabiiyati xolesterinni tuzaltish, qon bosim bolaning qon bosimini tuzaltish maqsadida etilayotgan tomoq bo'lgandikan buni mayni jiq qo'ysak. Uning ustiga mavut tuxum boshqa qurishlar o'xshamaydi. Buni yog' shumirishchanligi bir qadar kuchli. Agar buningga mushaqlarni qo'yasakmi bu ichib o'talaydi. Ammo biz ehtiyojimizga qarab qo'ysak bo'ladi. Yog'ning haroratini yuqori qo'ysak, o'chaqda tuxum kuyib ketadi. Tuxumni qo'rganda diqqat qilganlik mayning harorati yuqorib ketmasin. Tuxumni qo'rib avlab, uningdan keyin alani qo'rsak
Hem bunun az miktarda bayoqning aralığında may koyupla bunu qo'shimcha materiallarimizni qo'rib olamiz. Pomidor ve maşalat kelişe koyuyoruz. O maşalat kelişe. Ot küçük qandaroq bo'ldi bu vaqtida? O'tiramiz. Men tek sizni piyozni pishirib salam ketayapman. Go'sht bo'lmagan xolasida piyozni yozatib boldirib qo'yamiz, buni o'xshamaydi ekan. To'g'ri. Piyozni boldirib sevsak, mana cho'qlini qo'rish vaqtimiz bir qadar uzoq bo'lg'achqa piyozniki ozuqlik qo'ydi. Yo'qotgan sit kuyib ketdi. Ezilib ketdi. Rangini saqlab qolmaydi. Bunun uchun har bir tomoqni atgan vaqtida buni biz uylik holatda ishlatmay, tomoqning ahvoli, ozuqlik quvvati, pishirish usuli, hatto shuniki alohidligi hammasini ko'zda tutgan holda jonliq ishlatsak ma'qul. Bununla azıcık su koyup suyuldururuz. Ondan sonra demek mayadım hazır shoxlini sapılıp yani suyuldururkenmiz, maşalat keltirurkenmiz. To'g'irgan vaqtida qancha ushshaq. To'g'risi shuncha oson bo'ldi ekan mayatga. Ma'lum ilqi qishning tozdirmanchi qizarmagan o'xshash. Shunaqa pomidorlarni pek qizdirib ketmaydi-ku yozda. Tabiiy pishgan tandirlar o'xshamaydi. Tandiran qizarmagan ahvolisida ishdan bo'lmamdi yoki uning bir amal bormi? Amal bor. Uni qizartish uchun sho'xlik qiyami deydigan bir tip bor. Buni da azroq qo'shsak bo'ladi. Pomidorimiz ancha qizil bo'lmagan ahvolisida o'zingizning ko'ngilgidek qizarmasa, sho'xlik qiyamidan azroq ketsangiz bo'ladi ekan. Tushunami? Shunday. Hamda tuzini tamshib oldik. Hozir pomidorga soldingiz-a tuzni, ha? Endi bir piyoz bilan palakni sarsak qizil oq ko'k bo'ldi. Bo'ldimi, pishdimi? Pishdi. Suyimizni qo'yib tayyorlab oldik. Ham cho'pimizni yesak bo'ldi. Bu ximirini mu ölçümlük yayamaydiganlarni yo'q degil bo'lmaydi. Albatta. Bu ximirini yeyishda diqqat qiladigan ish bu yumaloq shaklli bo'lg'achqa, cho'mrak shaklli va no'g'ishqa yo'yganda tadrijiy holda 30 qilin cho'rsini buzildi. Biz ximirini bosqanda besimni 30ga tushirsak yayma yeyilmay turib o'tirsa xalta bo'lib hatto teshilib ketadi. Ximining suftiga kapolat qilmaydi. Shuning uchun ximini yayganda ikki chetini yengil va ikki qo'limiz bilan sirtqa qartib sal tatqanda holatda yaysak, u chog'da ximiningki tekşi yeyilişine kapalat kızıl oldu. Ama bu noğuş her halde ölçemlik noğuşken. Bazı joyda noğuşның, hatta noğuşның özünün o'ttirsini tom chetini enchib qoldi. Bunun da ximir yeyish texmi qiyin. Chunki ximirning yegilish vaqtida o'ttirsdan chiqib nefis tursa, onun biz yine şu xil no'g'ishda yaysak, o chog'da xeyr usti mahorat biz bo'lmasak, uning da ximiri yeyib chiqish tez. Bu xemirning qiyin nefislig'ish o'g'irning xemirning qiyin nefisligiga o'xshash bo'ldi ekan, ha? Asas chetda o'xshash. Qarsam qiyin nefislik bo'larsiz.
Xemirni ishlik tindirishning bir yaxshi chorasi bormi? Masalan, aldirgan vaqtlarda-chu. Qiziq o'tkazsa bo'ldi. Issiqroq yerda ishlik tindirganda xemira? Yoki bo'lsa, erinsak, uzoq ishlasak bo'ldi. Odamning qo'lniki harorati bilan xemir bir tarafdan tushib voyaga yetsa, yana bir tarafdan tinimda tinishli bo'ldi, ishlab qoldi. Endi qozonni qaynatib. Qozon qaynabdi, endi to'qini ichitaymi? To'qini isitamiz. Çöp, hadidan uzun bo'lib ketsa, o'tirdan chiqib turib, taksiga, cho'ng taksidan kichik taksiga elishga apsiz keldi. Shuning uchun o'shunday shaklda qisqartib doğrusak taksiga bo'lib iste'mol qilishga qulaylik bo'ldi. Qozon tuz samamdiqmali? Xemirning tuzi kuchli bo'lg'achqa tuz samadiq. Ha, ras. Axil tuz uniga tuzni chiqarib solamiz, ha. Pishdimi, cho'p? Cho'p pishdi. Endi suzib ilib suga shamaymiz. Biz choy qo'shsak bo'ldi. Cho'pni suzib ivoldik, ha, ma'lum. Cho'pni. Shunda tirik chiqibdi, ha, xemir. Mana bu qo'rpog'an sayin qo'rmini yana qizitdingiz-ku? Endi ba'zilarning oshqozini sal nacharlab. Unda kishilar suga qilsa toza yarashmay qilishi mumkin. Mana ekranlardagi do'stlar, Yunus ma'lum bizga sho'xli cho'pning tayyorlanish usulini ko'rsatdi. Qarsi bak yeyishlikda qiladi bu tamaqa ma'lum-a? Cho'qim yeyishlik bo'ldi. Cho'qim yeyishlikda qiladi. Chunki biz odatda turmushimizda shu un taomlarni, ya'ni xemir taomlarni ko'proq yeb odatlangan bo'lg'ashqa, bu tamoqni azaldan ko'rib baxmagan, yoki iste'mol qilib baxmagan ishlarimiz bo'lsa-mu, qarsli yegiz ketgandek. Ha, ma'lum. Shunday bo'ldi, endi bu sho'xliningki qishliq sho'xli bo'lg'ashqa, rang jihatdan toza echib ketmadi. Yazliq sho'x bo'lsa, texnik qizil, texnik ko'rkam ko'rindi. Shunday yeyishlikda qildi. Bu tamoqning tabiiy mo'tadil bo'lamdi, ma'lum. Agar tuxum qo'shmagan bo'lsak, so'g'uq mayli bo'ladi-ya. Tuxum qo'shilgandan keyin tabiiy mo'tadil bo'ldi. Mushu kishilarning mizojini tanishlashdiki, yaxshi bir taom bo'lib hisoblanadi. Ozuqlik qimitimi intayin yuqorida qildi. Buning qo'shgan materiallarmi, boshqa qo'shimcha hech qanday material qo'shilmaydi, faqat o'sha sho'xlar, tabiiy yemekliklarga sho'xlar, tuxum degandek materiallarni asos qilib tayyorlangan. Uning ustiga o'sha xemirg'imi, tuxumning iqini qo'shgandan keyin xemirmi bir quvvatlik, to'pidagi qo'rimismi bir quvvatlik, bak yeyishlikda qildi. Bu tamoqning aloydiligi hamda o'sha bu tamoqni etishda cho'qim diqqat qilmasa bo'lmaydigan nuqtalar bor ekan, ma'lum-a? O'sha nuqtalarni ekranlardagi do'stlarga yana bir qaytim ta'kidlab beramiz. Bu tamoqningki aloydiligi çöp, tirik, silliq. Ha, shunday ekan. Yeyishlik. Qo'rimisi ko'rkam, ozuqlik o'ti yuqori. Yonlarda bir qaytim sinab baxmasanglar, chiqim armonni qag'daksizlar.